رمضان الخير هل كحبيب قد تجلى مرحبا أهلا وسهلا فيك يا خير الشهور. Mansur janoblari, keyingi savol Amatul Vakil Sethi xonimdan. U studiyaga qo'ng'iroq qilib, o'z savolini yozdirib qo'ydilar. U shunday deydilar: Men qasilman, biroq men roza tuta olaman va roza menga og'irlik qilmaydi. Men oldin ham har payshanba kuni roza tutardim. Men Ramazon rozalarini tuta olamanmi? Aslida bu haqda uning shifokorlari yaxshiroq maslahat bera oladilar. Sababi uning ahvoli qanaqa ekanligini bilmaymiz. Uning kasalligi qanaqa, qaysi bosqichda? Zero kasallikning turli bosqichlari bo'ladi. Ba'zi kasalliklarda roza tutish mumkin, ba'zi kasalliklar esa arzimagan ko'rinadi, ammo unda roza tutish mumkin emas. Masalan, Hazrat Muslih Maud raziyallohu anhu bir marta shunday dedilar: Tumov shunday kasallikki, unda roza tutmaslik kerak. Zero unda tanangizdan ko'p suv oqadi va siz ko'proq suv ichishingiz kerak bo'ladi. Endi yuzaki qaraganda bu bir arzimagan kasallikdir. Demak, ba'zida biz qanaqa kasallik ekanligini bilmaymiz. Ba'zi kasalliklar esa surunkalidir. Ular ko'p vaqtdan beri davom etib keladi. Ammo roza unga hech qanday salbiy ta'sir ko'rsatmaydi. Ya'ni roza tutilganda ular kuchaymaydi. Demak, shunday kasalliklarda roza tutish mumkin. Masalan, qandli diabetning shunday bir bosqichi borki, roza tutilganda u yaxshilanadi. Hattoki shifokorlar ham roza tutishni tavsiya qilishadi. Ovqatlanmaslik natijasida qandli diabet me'yoriga keladi. Endi qarasangiz, bu ham bir kasallikdir. Ammo roza tutish mumkin. Roza uni qiynamaydi. Demak, kasallikning ayrim bosqichlarida roza tutish mumkin. Yo siz o'zingiz qaror chiqaring, yoxud shifokorga borib, u kasallik qaysi bosqichda, roza tutish natijasida kasallik kuchayish yoki kamayish haqida maslahat olishingiz kerak. Agar roza tutish natijasida kasallik og'irlashsa, roza tutmaslik kerak. Agarda shifokor siz roza tuta olasiz desa, roza tutish mumkin. Ha, to'g'ri. Ba'zida shunday ham bo'ladi. Birinchi xalifa raziyallohu anhu bu mavzuni bir joyda yoritganlar. Holbuki huzur hazratlari tabib bo'lganlar va bu narsalarni juda yaxshi bilar edilar. U zot deydilar: Men kasallikka chalinganimda roza tutsam, ehtimol menga hech narsa bo'lmaydi deb o'ylagandim. Xullas, men roza tutdim va kasalligim yaxshilandi. Ammo natijasi shunday bo'ldiki, men roza tutganim sababli boshqa bir kasallikka chalindim. Huzur hazratlari raziyallohu anhu deydilar: Men bir necha hafta istig'for qildim. Alloh taolodan kechirim so'radim. Shunda dardim mendan uzoqlashdi. Demak, agarda shifokorlar bu kasallikka roza tutish aziyatdir desalar va bunga qaramay roza tutilsa, bu itoatsizlikdir. Agar shifokorlar roza tutsangiz ziyoni yo'q desalar, unda roza tutsangiz bo'ladi. Xo'p, to'g'ri. Jazakalloh.